Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bizda inshaalloh xudo xolasa dekabr, yanvar oylari uchun qabullarimiz davom etyapti. 2025-yil yakunlanib, xudo xolasa mana 2026-yilga qarab kelyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh hammamizga bu yil barakali va manfaatli bo'lsin. Xudo xolasa kim nima niyat qilgan bo'lsa, albatta niyatiga yetsin. Xo'p, endi boshlaydigan bo'lsak, yangi yilgacha bo'lgan sanalar bilan tanishtirib o'taman. Farg'onadan boshlaymiz. 29, 31, 28, 29 va 31 dekabrga Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishimizda joylarimiz qoldi. Narxi $1150 dan. Xo'p, Andijondan 27 va 30 dekabrga joyimiz qoldi. Andijon, Madina 27-kuni, Andijon Jinda 30-kuni. Xudo xolasa, uni ham narxi $1150. Endi Namangan shahridan 24, 25, 26, 29, 30, 31 dekabrga joylarimiz bor. Namangan, Madina, Namangan bo'ladi yo'nalishning hammasi. Buni ham narxi $1150dan. Endi 28-kuni dekabr kuni Termiz, Jidda, Termiz yo'nalishi bor. $1150. Samarqand, Jidda, Samarqand 28-kuni yo'nalishimiz bor. Buni ham narxi $1150dan. Xudo xolasa, inshaalloh yangi yilgacha narxlarimiz shunaqa. 14 kunlik standart paket, hamma sharoiti joyida xudo xolasa. Endi yangi yildan yanvar oyiga o'tadigan bo'lsak, Andijon shahridan 3, 10, 17 yanvarga bor. Andijon, Jidda, Andijon yo'nalishi. Uni narxi $995dan. Endi Farg'ona shahridan 1 emas, 2, 4, 6, 7, 12 chisloga bor. 14-ga ham bor. Farg'ona, Madina, Farg'ona bor. $995dan qilib belgilangan, uni ham narxlari. Endi Namangan shahridan 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15ga bor. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 chisloga bor xudo xolasa. 13ga. Narxi $995dan xudo xolasa. Toshkent shahridan 1, 2, 4 kunlari qimmat, $1150 chiqarilgan. 6-chislodan boshlab 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ga bor xudo xolasa. Inshaalloh xudo xolasa Toshkent, Jidda, Toshkent yo'nalishi bor. Uni orasida Toshkent, Madina, Toshkent ham bor. Buni narxi $985dan qilib belgilangan. 6-dan 15-chislogacha bo'lgan sanalarda. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Tojikiston fuqarolari ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin xudo xolasa. Har doim aytamiz, bir kun oldin xudo xolasa sharoitlarni qilib, mehmonxonalarga joylashtirib, inshaalloh xudo xolasa hamma narsalarni qilib beramiz. Reyslarga o'tirib bemalol tushib ketishlari mumkin. To'lovga keladigan bo'lsak, to'lov bank orqali qilishlaring mumkin. Shu raqamga yo sohillar aeroportda qilishlaring mumkin. To'lov tizimi o'zlaringga havola. Xudo xolasa ekranda telefon raqamlarimizni qoldiryapmiz. Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsalaring, ishlaringni albatta sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.